Favqulodda vaziyatlar tizimi xodimlari o'rtasida quvnoqlar va zukkolar respublika ko'rik tanlovining hududiy bosqichi Farg'ona shahrida o'tkazildi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan mazkur tanlovda Andijon, Namangan, Qamchiq maxsus qutqaruv batalyoni hamda Toshkent viloyati jamoalari o'zaro g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Asosiy e'tibor yosh xodimlarning intellektual va innovatsion g'oyalarini ro'yobga chiqarishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, ular orasidagi muammolarni o'rganib borish va ma'naviy immunitetni mustahkamlashga qaratildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi tadbir ishtirokchilari yoshlarimiz islohotlarimizni qanday tushunyapti, qanday qabul qilyapti va qanday takliflari bor. Mana shu jarayonlarni umumiy sahna ko'rish orqali namoyon qilyapti. Bu esa barcha hakamlarning e'tiborini tortib, belgilab borilayotgan har bitta yo'nalish bo'yicha takliflar ertangi kunda istiqbol uchun xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Tizim xodimlari nafaqat chaqqonlik va epchilikda, shu bilan birga ma'naviy komillikda ham yetarli bilim va ko'nikmaga ega ekanliklarini namoyish etdilar. Ko'tarilgan mavzu yoki masala yoxud muammoni hajviya, kinoya va kulgili xatti-harakatlar orqali mohirona ochib berdilar. 2019-yildan beri, masalan 8 yildan beri QVZda qatnashib kelamiz. Maqsad jamoalar bilan do'stona do'stlashish. Biz qutqaruvchimiz. Yo'limiz to'solmas hech qanday ofat. Sinovdan o'tadi sabru matonat. Shior bu ezgulik, mardlik, jasorat. Xaloskor asli biz. Qutqaruvchimiz, sharafli kasbimiz, qutqaruvchimiz. Qizni kuzatarkan biz ularni mahoratiga lol qolmasdan ilojimiz yo'q. Ular qutqaruvchi bo'lishiga qaramasdan ma'naviy yuksak, qobiliyatli, iste'dodli ekanliklarini namoyish qilishmoqda. Ularning kelajakka bo'lgan ishonchlari juda yuqori. Bu esa bizning kelajagimiz ishonchli qo'llarda ekanliklarini namoyon qiladi. Qiziqarli sahna ko'rinishlarga boy o'tgan ko'rik tanlov yakunida g'oliblar aniqlandi. Sovrindor jamoalar hamda unda faol ishtirok etgan xodimlar tashkilotchilar tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. G'oliblikni qo'lga kiritgan Toshkent viloyati jamoasi respublika bosqichida qatnashadi.